ustaga, hormang. Mana assalomu alaykum, yaxshimisizlar? navbatdagi o'choqlarimiz bitib qolibdi. Chornovoy shu bo'ladimi endi? Ha, xudo xolasa, hozirgi holatda o'zimizni Farg'ona viloyati Rishton tumanidamiz. Chornoy holati shu hisoblanadi. Ya'ni g'ishtni urib, beton quyiladi. Endi mana nima deyotgan bo'lsalaring, bunisi gaz panelimizning o'rni bo'ladi. Mana mo'ykani o'rni. Mana shular Chornoy holat deyiladi. Bunda hech qanaqa suv montaj qilinmaydi. Endi qilib beriladi desalar, buni qilib berishimiz mumkin. Bular jali vaqt oladigan muammo bo'lib qolgan narsalar emas. Mana qozonlar ko'ryapsizlar, bu eshiklari qo'yiladi. Doimgi videolarimizda ko'rib boryapsizlar. Hali o'choqqa o't yoqib, ispitaniya qilib, qanar tortin bo'ladi, nima bo'ladi, o'shalarni ko'rsatib boryapmiz. Chornoy holat xullas shu deyiladi. Endi mangal masalasiga keladigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, endi menda qalay qaramaysizlar. Bu narsani ko'pincha biz chiqarmaymiz, sababi tozalangan yo'q-da. Tozalanganini ko'rsatib keting. Mana. Xullas kelam, mana ichkari holati tozalangan bo'ladi. Bitlari hali ozgina ishi bor. Ishlov beriladi. Panirovka bo'ladi-da. Ishlov silliq chiqishi kerak biz uchun. Xo'p, endi mana shu holatda Chornoy holat tepaga tunikasini qo'yib, tayyorlab, endi o'choq qozonimizda bitta azbus turbasi bo'ladi-da. Mana ko'ryapsizlar. Teshik bor, azbus turbasi bo'ladi. Chornoy holat shu deyiladi. Eshikchalarni o'rnatib qo'yamiz. Endi kafel variantini xudo xolasa chiroyli qilib bitqizib, qana bo'ldi, rasxoti, xizmat haqqimiz, necha vaqt ketyapti, qanaqa joyga qilinyapti, hamma narsani chiroyli qilib batafsil yorish harakat qilamiz. Tepada navyasda bitta ko'rsataverasiz operator. Mana shu ko'rayotgan navislaringda o'zimizni hamqishlog'imiz Bahodir akam bilan birgalikda Samir akam ustada o'zlari qilishyapti. Buni biz birgalikda smetasini chiqarganmiz. Naves qilinadi, yopiladigan joy. Chornoy holatini biz tekizlab, chiroyli qilib, bitkizib olib, hamma narsani tayyorlab bo'lganimizdan keyin kirishasini yopishadigan bo'lishgan.